Qorin qo'yish me'yor emas. Afsuski, O'zbekistonda qorin qo'yish, ya'ni abdominal semizlik ko'plab odamlar orasida me'yoriy holat deb qaraladi. Atrofingizga e'tibor bersangiz, ko'pchilikda qorin qo'yish holati mavjud. Me'yorda bel aylanasi ayollarda 80 cm dan oshmasligi kerak, erkaklarda 94 cm dan oshmasligi kerak. Agar ayollarda bel aylanasi 88 cm dan, erkaklarda esa 102 cm dan oshsa, bu sog'liq uchun jiddiy xavf tug'diradi. Quyidagi kasalliklarni olib kelishi mumkin. Qandli diabet 2-turi, yuqori qon bosimi, arterial gipertenziya, infarkt va insultlar, o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi, saratonning ayrim turlari. Sog'liqni saqlash uchun bel aylanasi me'yorini saqlash juda muhim. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling. Palovdan keyingi kaloriyalarni sarflash uchun qancha ter to'kish kerakligini bilasizmi? 945 kilokaloriya sarflash uchun berilgan harakat turlari: 5 km/soat tezlikda yurish o'rtacha 4 soat, 10 km/soat tezlikda yugurish o'rtacha 1,5 soat, 16 km/soat tezlikda velosiped haydash o'rtacha 2 soat. Bu raqamlar o'rtacha hisoblangan bo'lib, haqiqiy kaloriya sarfi shaxsiy omillarga qarab o'zgarishi mumkin. Aniqroq hisob-kitob qilish uchun shaxsning vazni, jinsi va moddalar almashinuvi kabi omillarni ham hisobga olish kerak. Palov iste'mol qilish oson, lekin uni sarflash uchun ancha harakat qilish kerak. Siz tayyormisiz? Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.